Barchaga assalomu alaykum. BNB Holding axborot xizmatida yangi loyiha. Unda biz tizim tashkilotlari doirasida ma'lum bir mavzuga yoki muammoga e'tiborimizni qaratamiz va albatta buning hammasi bevosita mutaxassislar, ekspertlar bilan birgalikda bo'lib o'tadi. Bugungi podkastimizda deyarli har bir fermerning kun tartibida muhim bo'lgan mavzu urug'chilik va seleksiyadagi yangiliklar va muammolarga e'tibor qaratamiz. Va albattaki podkastimiz ilmiy atamalar yoki murakkab tushunchalar bilan emas, balki yerdan samarali foydalanish, har bir urug' ortidagi investitsiya va kelajakdagi hosildorlikni oshirishga qaratilgan foydali tavsiyalarga boy bo'ladi. Bugungi podkastimizda ekspert mutaxassis sifatida Toshkent davlat agrar universiteti sabzavotchilik kafedrasi professori Xurramov Ulug'bek Xolmatovichni taklif qilganmiz va BNB Holding qishloq xo'jaligi bo'yicha departament direktori Egamberdiyev Sobir Yo'ldoshevichni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Dastlabki mavzuyimizni oddiy chuqurlashmasimizdan avval seleksiya o'zi nima va u fermer uchun nima beradi? Qisqa qilib, sodda qilib aytadigan bo'lsak, seleksiya so'zi umuman tanlash degan ma'noni anglatadi. Seleksiyaning asosan ikkita seleksiya fanda o'rganiladi. Bulardan ya'ni analitik seleksiya deydi, tanlash yo'li bilan, ya'ni yangi navlar yaratish yoki yangi namunalarni tanlash yo'li bilan ajratib olinadi. Keyingisi esa sintetik seleksiya deyiladi. Bu chatishtirish yo'li bilan yangi avlodlar, yangi duraga yoki yangi navlar yaratish mumkin. Umuman olganda seleksiya turlari juda ko'p. Xalq seleksiyasi deyishimiz mumkin yoki boshqa seleksiyalar, ilmiy seleksiyalarga bo'linadi. Ko'plab turlari bor. Gibrid nima? Gibrid deganda qisqa qilib aytganda urug'ni paketchalarida F1 deb yoziladi. Bu degani oddiy birinchi avlod. Birinchi otasi onasidan chatishtirilganda birinchi avlod olingan mahsulot hisoblanadi. Ya'ni o'simlik hisoblanadi. O'shaning uchun F1 nima yoziladi. Endi seleksioner olimlar buni ko'p, ya'ni F1, F2, F3 yoki F10 avlodlar bilan ham seleksioner olimlar bu namunalar ustida ko'plab tadqiqotlar olib boriladi. Lekin asosan ishlab chiqarishda o'sha F1 birinchi avlod ko'proq foydalaniladi. Ko'rinishiga, sifatiga qarab biz eng yaxshisini tanlab oldik. Endi kasallikka bo'lgan chidamlilikni qanaqa oshirishimiz mumkin? Endi umuman seleksioner olimlarda maqsad oldiga qo'yib olinadi birinchi o'rinda. Sizga qanaqa navlar kerak? Erta pishar kerakmi? Hosildor kerakmi? Tavarbopligi, ya'ni sifatli hosili yuqorisi kerakmi? Yoki kasallik, zararkunlarga chidamlisi kerakmi? Yoki hozir nima deydi? Stress omillar. To'satdan masalan yomg'ir bo'lib ketyapti, issiq, masalan anomal degan so'zlar kirib kelyapti. Anomal issiqqa chidamli bo'lgan navlar kerakmi? Endi maqsadga qarab, misol uchun kasallikka chidamlimi? Kasallikka chidamli navlarni yaratishda bizlar sun'iy plantatsiya yaratishimiz kerak. Pomidormi yoki boshqa ekinimi namunalarni biz yig'amiz. Kamida 100 ta, 200 ta namunalar yig'iladi. Namuna deganda uni ichida duraga ham bo'ladi, navlar ham bo'ladi yoki yovvoyi turlari ham bo'ladi. Butun kolleksiyani yig'ib ekamiz. Misol 200 ta eksak, 200 tasini eksak, o'sha qaysi kasallik maqsad qo'yganmizmi? O qaysi kasallikka chidamli bo'lish kerak? O'sha kasallikni biz nima qilamiz? O'sha 200 ta ekib qo'ygan joyimizni sun'iy kasallantiramiz. Kasallantirish natijasida 200 tani ichida qani qaysi biri bardoshli? 200 tani ichida bittasi bitta masalan namunaga hech qanaqangi kasallik yoki zararkunlar ta'sir qilmasligi mumkin. Balkim 100% hammasi kasallanib ketishi mumkin. Balkim 50% ga kasallanishi mumkin. Bu seleksiya nima deydik? Tug'ilajak chaqaloqni oldindan bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Mana shu sinovlarni o'tkazganimizdan keyin ichidagi o'sha kasallikka chidamli bo'lgan namuna ajralib qoladi o'zi. Yonidagi namuna kasallanib ketadi, chidamsizi, yonidagi
chidamli bo'lgan kolleksiya namunasi kasallanmasdan yoki kasallansa ham ma'lum bir foizda kasallanadi. 5%, 10% o'sha foizlari aniqlanadi uni. Keyin o'sha chidamli bo'lgan namunani olib, keyingi o'sha namuna ustida ishlar olib boriladi. Keyin nima qiladi? Seleksioner olim bemalol ayta oladi. U sinovdan o'tkazdi. Mana bu namunamiz mana shu kasallikka, mana shu darajada chidamliligi haqidagi nima ma'lumotlar yoritiladi. Ustida yana nima deydi? O'simlikda moslashuvchanlik ham bordi. Yangi nima deydi? Kolleksiya namunalarini bizda boshqa hududlarda, misol Yevropa davlatlari yoki boshqa davlatlardan olib kelib, birinchi o'rinda O'zbekiston tuproq iqlim sharoitiga moslashtirish ishlari olib boriladi. O kolleksiyalar bilan ishlash jarayonida ya'ni buni introduksiya qilish deyiladi, ya'ni moslashtirish, keyin uni ustidan ishlar olib boriladi. Ya'ni o'zimizni oldimizga maqsad qo'yib olib, kasallikka chidamlimi, kasallikka chidamlimi yoki issiqqa chidamli bo'lgan namunalarni navni qanday yaratamiz? Issiqqa chidamli bo'lgan navni respublikamizda eng issiq bo'lgan hududlarda o'sha nav namunalarni sinovdan o'tkaziladi. Misol hudud mana Janubiy viloyat Surxondaryoda Sherobod yoki Angor, Termiz tumanlarida nima boshqa hududlarga qaraganda issiq, to'g'rimi? Pomidorni issiqqa chidamli bo'lgan namunalarni o'sha hududlarda bizlar ekib ko'rib, ajratib olishimiz mumkin. Bundan tashqari zamonaviy usullari ham bor, ya'ni laboratoriya sharoitida ham bizlar buni amalga oshirishimiz mumkin. Bunga juda katta mablag' talab qilinadi, laboratoriyalar talab qilinadi, kam mablag' talab qilinadigan va tuproq iqlim sharoitida kelib chiqib, o'sha issiqqa chidamli namunani ajratishimiz uchun o'sha issiq hududda bizlar ekib ko'rib ajratib olsak, maqsadga muvofiq. Yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Aynan tuproq iqlim sharoitini o'rganish. Aytaylik, bir fermer nav tanladi, uni ekmoqchi, tuproq tahlilini qanday o'tkazish mumkin? Bugungi kunda xalq tilida bitta narsa bor. Bugungi kunda birinchi unda nimani sabab qiladi, bilasizmi? O'zimizda eski navlar yo'qolib ketdi yo masalan xalq tilida ko'p uchraydi eski navlar yo masalan oldingi pomidorlar yo'qolib ketdi degan narsa borda. Biz avvalo bitta narsani bilishimiz kerak. Har bir narsani o'stirib rivojlantirishda avvalo onasi to'proq hisoblanadi. Albatta biz ekilayotgan maydonimizni tahlil qilmasdan turib, buni biz jarayonini, to'proqni tarkibini bilmasdan ekishimiz eng katta xato hisoblanadi. Bugungi kunda bizning tomorqalarimizda, aholi tomorqalarimizda, fermer xo'jaliklarida birinchi qilinadigan xato shundaki, to'proqning tarkibini bilmasdan turib urug' tanlash. Ya'ni bu seleksioner tomonidan berilgan sifatli urug'ni olib kelib, agarda u joyda to'prog'i sifatli bo'lmaydigan bo'lsa, u o'z-o'zi bilan yaxshi hosil ola olmaydi, bu ko'rsata olmaydi. Bizda bugungi kunda seleksioner olimlar, bugungi kunda shu mutaxassis bo'lgan sabzavotchilik sohasida bo'lsa ham, mevachilik sohasida bo'lsa ham olingan navni oldin mutaxassis fikrini o'rgangan ma'qul deb bilaman. Chunki nimaga? Bugungi kunda biz fermer xo'jaliklarimizda respublikamizda yetarli darajada bugungi kunda to'proqni analiz qiladigan, to'proqni laboratoriya qiladigan laboratoriyalar yetarli darajada tashkil qilingan. Bu misolda ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda BMB Holding dalalarida har bitta urug' olinishdan oldin to'liq aynan bugungi kunga kelib kuz vaqtining oxirlariga borib to'proqlar hammasi analiz qilinadi. Bu analiz o'zining natijasini berib kelmoqda shu bugungacha. Chunki biz olinayotgan hosilimiz analiz qilmasdan turib olinayotgan hosil bilan o'rtasida tafovut juda ham katta. Agarda biz to'prog'imizni analizi, ya'ni to'proqda biz bilamizki, asosan ko'p xo'jaliklarda oldin masalan azot, fosfor, kaliy aniqlangan bo'lsa, bugungi kunda zamonaviy laboratoriyalarda kasalliklar ham aniqlanyapti. Bizda bugungi kunda dehqonni eng sindiradigan narsa bu kasallik hisoblanadi. To'proq tarkibida saqlanadigan zamburug'li kasalliklar bor. Bu kasalliklar ko'chatni ekishingiz bilan
yaxshi masalan bir duragay bo'lsa ham, navdi zo'ri elita bo'lsa ham, buni ekkan paytingiz agar shu to'prog'imiz kasallangan bo'lsa, bu birinchi navbatda ekkan ekinimiz ildiz sistemasida kasallanib, bu yetarli darajada yashnab rivojlana olmaydi. Buni bilasizmi, dehqon xo'jaliklarimiz, ko'pchilik dehqonlarimiz bu seleksionerga qo'yadi ayb. Ya'ni menga sifatli urug' berilmagan, shuning uchun maqtagan urug'imiz natija bermadi, bu yaxshi emas ekan degan savol ko'p tug'iladi. Bunda biz bugungi kunda mutaxassislarning fikri, masalan, sizda to'poroqdagi bugungi kundagi zamburug'li yo'masa har xil kasallikka yo'masa to'prog'ingizning tarkibida yetishmaydigan moddalar bor. Bugungi kunda bizda to'prog'imizda nafaqat azot, fosfor gumisi, balkim uni tarkibidagi temir moddasi, uni tarkibidagi kalsium moddalari, kaliy moddalarini o'lchab, bu ularni analizga qarab, mutaxassisning oldida fikrni o'rganib kelgan holatda mutaxassis o'zining fikrini bera oladi. Tuproqni oziqlantirish desa, dehqonlarimiz birinchi o'rinda azot, fosfor, kaliy topsa Albatta. gung beradi. Chirigan gung. Boshqa o'g'itni hattoki tasavvur ham qilmaydi, eshitmagani ham bor. Albatta. Ochiqni aytish kerak. Bizlar misol qilib keltirib aytadigan bo'lsam, bitta o'simlik qanaqadir hosildorligi pasayib boshlasa yoki gullagan vaqtda changlanish yaxshi bo'lmasa, mana o'simlik. Uni tuproq analizidan boshlashimiz kerak. O'sha berayotgan azoti yoki berayotgan kaliy o'sha o'simlikning tanasida yetarlidir. Me'yordan oshsa ziyon yo'q. Xuddi bizlar ortiqcha ovqat yeb qo'ygandek gap. Albatta. O'shaning uchun bu tuproq analizi kerak. Makro elementlari, mikro elementlar degan narsalar bordir. Balki bunga mis yetishmayotgandir. Yoki boshqa bir element yetishmayotgandir. O'sha gullarda yaxshi changlanishi uchun yoki gullar tushib ketmasligini oldini olish uchun, mevaning yaxshi sifatli shakllanishi uchun qaysi element yetishmayotgandir. Mevasi kichkina bo'lib qolsa, dehqonlarimiz nima qiladi? Bunga deydi, o'tlash kerak deydi, azotni olib kelib beradi. Azot o'zi yetarli me'yordan oshayotgandir bu. Boshqa elementlar, boshqa nimalarga nima deydi, murojaat qilish kerak dehqonlarimiz. Endi sekin ilm fan bilan Sobirjon to'g'ri aytdi. Dehqonlarimiz boshqa dunyoda, mutaxassislar boshqa dunyoda bo'lmagan. Bir-birini nima bog'lagan holatda mana shu agrotexnik tadbirlarni umuman urug'chilik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hamkorlikda ish olib borilsa, ko'zlagan maqsadga yetishadi. Sobir aka, hozir yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Aynan keyslar bilan tushuntirsak, bir vaqtlar Arnasoy dalalari sho'rxok unumdorligi juda past hisoblangan. Aynan qanday ilmiy yondashuvlar bo'ldiki, qanday agrotexnik tadbirlar bo'ldiki, hozirgi kunda bilamiz, unumdorligi ortgan, yaxshi hosil beryapti. Bu hammasi baribir ilm ortidan bo'lgan. Shu fermerlarimizga bir tajriba sifatida bo'lishsangiz. Albatta biz mana BB Holdingda albatta birinchi o'rinda to'proq analizi boradi. Bugungi kunda nafaqat Jizzax viloyatida, balkim Buxoro viloyatida, Xorazm viloyatida, Qoraqalpog'iston viloyatida sho'rtop joylar juda ham ko'p hisoblanadi. Ya'ni yetarlicha hosil olmayotgan joylarimiz ko'p. Biz bunda aynan bugungi kunda bilasizmi, Arnasoy to'prog'ida, ya'ni Jizzax viloyati Arnasoy to'prog'ida urug'chilik yo'nalishimiz bor. Bu joyda biz qariyb 5 yildan beri namunalarni o'rganib, aynan shu sho'rtop to'proqlarga bo'ladigan navlarni ajratib olib, boya ustozimiz aytgandek, bularga adaptatsiya qilib olinib, u shu navlar ekilishining jarayonida hosil oshayotgan bo'lsa, bundan tashqari bu sho'rtop to'proqlarda biz nima element beradigan bo'lsak, aynan ekin rivojlanadigan vegetatsiya davrida bunga sho'r ta'sir qilmaydi. Ya'ni bizda masalan dehqonchilikda shunaqa narsa borki, har bitta ekinning vegetatsiya davri bor. Ya'ni bizada ko'chatchilik davri bor, o'sish davri bor, hosil berish davri bor. Biz shu holatlarda nima qildikki, ko'chatlarimizni aynan shu Arnasoy to'prog'ida yetishtirilgan pomidor mahsuloti bo'ladimi, shirin bulg'ariq bo'ladimi, shu joyda
5 yil davomida adaptatsiya bo'lgan, ya'ni sho'rga chidamli bo'lgan, ertangi kunda olib borgan paytingizda stressga tushmaydigan holatdagi urug'larni olib, u yerda urug'larni mana bugungi kunda BM Holdingda shunaqa sharoitlar bor, sartaroqga qilib, uni kalibrlab, uni kasalliklarga chidamligini oshirib, saralab, olib borib shu urug'ni yana Arnosoyning o'zida ko'chatchiligini qilinadi. Ya'ni bu ko'chatchilikka ham katta e'tibor berish kerak. Bu ko'chatchilik bu ertangi kunda taqdirni belgilab beradi. Agar siz ko'chatni u yerda yetishtirgan paytingizda birinchi navbatda u adaptatsiya bo'ladi. Chunki u shu to'proqni o'zida, ya'ni Arnosoy hududida, masalan, issiqxonada bo'ladimi, ochiqda bo'ladimi, u iqlim sharoitiga o'zi ko'chatchiligidan moslashadi. Bizda bilasizmi, masalan, bir xil holatlar bo'ladi. Masalan, ayrim holatlarda masalan ko'chat masalan uzoq joyda yetishtirilib, masalan deylik, u madaniy bo'lgan bir to'prog'i yaxshi bo'lgan, iqlim sharoiti yaxshi bo'lgan joyda yetishtirilib, uni olib kelib iqlim sharoiti og'ir bo'lgan joyga ekkan paytda birinchi navbatda stressga tushadi. Bu holatda o'zi biz kasallikni ma'lum bir qismini yuqtirgan bo'lamiz. Bu stressga tushgandan keyin bilasizmi, ko'chat ham shundan chiqib ketish uchun kurashadi. U paytda o'ziga kerakli bo'lmagan kasalliklarni oladi. Bu holatda biz ko'chatni kasal holatida ekamiz. Ya'ni bugungi kunda dehqonlarimizda shunaqa holat ko'p. Biz dehqonlar bilan ko'p ishlaymiz. Ko'chatni o'zi kasal, uni davolamasdan turib dalaga ekishdi, u katta xato bo'ladi. Keyin bizada to'proqqa ekish tartibi bo'lishi kerak. Bu albatta bo'lishi kerak. Bu bizning bugungi kunda dehqonlarimizda qo'lida shiporbalga deymizmi, qo'lidagi natija shunaqa bo'lishi kerakki, yo ekdim, hosil oldim emas. Aslida bizda olib kelgan navimiz, masalan, bitta urug'imiz uni avlodi necha kilogramm hosil bergan oldin. Bugungi kunda biz necha kilo hosil olyapmiz degan savolni qo'yish kerak. Bugungi kunda olib kelgan pomidoringiz aslida sizni dalangizda 2 kilo bilan sizni masalan qonollantirayotgandir, lekin u aslida 10 kilo ham berish mumkin. Chunki uni avlodi, mana ustozimiz tepada aytgandek, oldin bular hammasi yoziladi. Bitta tubdagi pomidor yo shirin bolgarskiy yo bo'lmasa mosh bo'ladimi, dukkakli ekinlar bo'ladimi, bu qancha avlod bergan oldin. Chunki buni bizada genofond deymiz. Genofondda shunaqa narsa borki, bir avlodning keyingacha bo'lgan jarayonni o'rganib boriladi. 10 kilo bergan bo'lsa, sizda joyingizda demak 2 kilo hosil berayotgan bo'lsa, bu o'zini avlodidagi bo'ladigan namoyonni bermadi. Chunki qanaqadir to'proq omillar bo'lishi mumkin, agrotexnika bo'lishi mumkin, ob-havo bo'lishi mumkin. Bularni siz vaqtida agrotexnikasini to'g'ri qilmaganligingiz uchun u hosil pasayib ketgan bo'lishi mumkin. Bugungi kunda biz BM Holding bilan birga ko'p ishlayotgan dehqon tomorqalarimiz bor, dehqon xo'jaliklarimiz bor, fermer xo'jaliklarimiz bor. Masalan, har biridan so'rasangiz 3 yillik natijasini olib ko'radigan bo'lsangiz, bugungi kunda eng yaxshi natijalarga erishyapti. Buning sababi olimlarning fikri bilan birga ishlayotganligi. Bizning holdingimizda shunaqa tashkillashtirilganki, kimgadir urug' bersak, biz uni oxiri bilan qiziqamiz. Dehqonimiz agar biz bergandan masalan 10 kilo deb berdikmi, shu 10 kilo hosilni ololsa, uni marasi juda ham yutuq bo'ladi. Bugungi kunda 1 gektar maydonga dehqonlarimiz 35 mingta, boring 40 mingtagacha ko'chat ekadi. Agar 1 kilodan hosil olganingizda 40 tonna bo'ladi. 2 kilodan olganingizda 80 tonna bo'ladi. Lekin bugungi kunda ko'p joyda dehqon xo'jaliklarimiz atiga 50 tonna, 55 tonna bilan cheklanib qolmoqda. Lekin bugungi kunda biz bundan ancha kam ekib turib 100 tonna olyapmiz. Bu nimadan? Bu agrotexnikani to'g'ri qo'llash natijasida. Bu olganda har bir o'simlikning o'zining biologiyasi bordir. Biologiyasini o'rganmasdan turib dehqonlarimiz uni olib borib ekib yetishtirmoqchi bo'lishadi. Ba'zi qaysidir o'simlikka salqin talab o'simlikdir. Qaysidir o'simlik issiq talab o'simlikdir. Biologiya deganda tashqi muhit ta'sirlariga qanaqa sezuvchanligini o'rganish kerak. O'sha biologiyasini o'rganib turib, keyin uning ekish muddatlari tanlanadi. Erta bahorda ekish kerakmi yoki qish oldi sovuqqa chidamli bo'ladigan bo'lsa, qish oldi ekish kerakmi? Navlar ham xuddi shunaqa xususiyatlarga bog'liq. Qaysidir nav sovuqqa nisbatan chidamli bo'lsa, qaysidir nav nisbatan issiqqa chidamli. Yoki hozirgi kunda juda ko'payib ketdi, kasallik, zararkunanda muammosi ko'payib ketdi, ya'ni ochiqni aytish kerak. Yoki o'sha kasallik yoki zararkundaga nisbatan bardoshli bo'lgan navlarni biologiyasidan kelib chiqib navlar tanlash yoki tuproq iqlim sharoitiga mos bo'lgan navlarni tanlash juda ko'plab
nimani tejaydi? Agrotexnik tadbirlar. Har bitta agrotexnik tadbir bu iqtisodiy tomondan juda katta xarajatga olib keladi. Bundan tashqari mana shu kasallik, zararkunanlarni oldini olish uchun profilaktik tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak. Hozirgi kunda mana issiqxonalarda, ayniqsa issiqxonalarda mevani, o'sha pomidor mevasi yetilgandan keyin olib iste'mol qilib, ochiqni aytish kerak, iste'mol qilishdan oldin yaxshilab bir hidlab ko'rsangiz, ichidan bir 3-4 xil dorini hidi keladi, ochiqni aytib. Bunga majbur bo'lgan dehqon. O'sha dori bilan ishlov bermasa, issiqxonaning ichida nima? Hasharot, kasallik ko'payib ketgan. O'sha kimyoviy vosita bilan ishlov bermasa, saqlab qola olmaydi. Buni o'sha kasallik, zararkunani rivojlanib ketishdan oldin, ekishdan oldin, hattoki urug'ni ekishdan oldin profilaktik tadbirlarni amalga oshirish kerak. Urug'ni oldingmi, o'zimizni mayli mahalliy urug', uy sharoitida oddiy kimyoviy vositalar bilan, masalan, urug'ni saralashdan boshlashimiz kerak. Urug'ni saralash nimaga kerak? Sifatli urug' ekishimiz kerak. Puch bo'lgan yoki qanaqadir sifatsiz urug'ni eksak foydasi yo'q. Bundan sifatsiz ko'chat chiqadi. Sifatsiz ko'chatdan ertaga hosil olish juda ham qiyin. Hosil ham bermaydi. U o'zini tiklab olib, qachon u o'zini tiklaydi, qachon u misol uchun pomidor shonalaydi, qachon mevasi pishadi. Urug'dan sifatli ko'chat yetishtiriladi. Sifatli ko'chatdan sifatli hosil va mo'l hosil olishimiz kerak. Buning uchun mana uy sharoitida urug'larda oddiy xalqimiz misol qovun, tarvuz, pomidor yoki urug'larni ekishdan oldin suvga evitib qo'yishadi. O'sha suvga evitib qo'yishdiga urug'ni unib chiqishiga qanchalik kuchi bo'ladi. Agar oddiy suvga evitib ekmaydigan bo'lsak, gektardagi 50 ming yoki 55 ming tub ko'chatni qariyb 20-25% gacha unib chiqishi kam bo'ladi. Ko'chatda hosildorlikka bu ta'sir juda ham yuqori. Ko'chat soni to'liq bo'lmasa, hosildorlik shunga qarab pasayadi. To'liq ko'chat olish uchun o'sha urug'larga ishlov berishimiz kerak. Suvga evitish, oddiy uy sharoitida yoki kimyoviy vositalar bilan ishlov berish. Nega xorijdan kelgan urug'ni mana paketlarni ochib ko'rsangiz, hammasi nima qilingan? Urug'lar ishlov berilgan. Nima deydi dehqonlar? Kraskalangan ekan deydi. Kraskalanmagan, dorilangan. Hattoki o'sha dorilab ustini nima qo'shimcha oziqalar bilan har bir urug'ga nima kafolatlangan ishlov berilgan. Bu urug' ertaga sifatli hosil yetishtirsak bo'ladi. Bundan tashqari mana ochiq dalalar yoki umuman issiqxonalar, ayniqsa issiqxonalarda kasallik, zararkunanlar juda ko'p bo'ladi. Profilaktik tadbirni amalga oshirishimiz kerak. Oddiy tadbirlar. Bitta mavsum tugadimi? Keyingi mavsum, ya'ni keyingi ekin ekishdan oldin albatta issiqxonani nima qilishimiz kerak? Tozalashimiz kerak. Oldingi ekinning hattoki ildiz qismigacha tepadagi ipga olingan bo'lsa, iplarini hammasini tozalab olib, o'sha issiqxonani tepa qismini, yon tomonini hamma yoqni dezinfeksiya qilib tozalashimiz kerak. Tozalab, hattoki tuproqni ham dezinfeksiya qilib tozalasak, o'shanda keyin biz unga keyingi ekinni ekadigan bo'lsak, kasallik yoki zararkunanda qariyb 10-15% kamaysa ham dehqonning juda katta yutug'i hisoblanadi. Kimyoviy vositani sepavermaydi keyin. Ulug'bek, yaxshi bir mavzuni o'zingiz ochib qo'ydingiz. Hozir bozorlarda pomidor tanlaymizmi, bodring tanlaymizmi? Aytganingizdek, hidlasa hidi yo'q yoki dorini hidi keladi. O'sha oldinlari bobomiz, buvimiz ekkan pomidor, bodringlarni hidi yo'q-da. Keyin chet eldagi bir ko'rsatuvda ko'zim tushganda bozorlarda endi tekshiruv o'tkazadi va har bir agrar mahsulotni olib qanaqa tekshiradi bilmay, indeks o'lchovi bor ekan, qancha dori sarflanganini o'lchirkan, nechidir foizdan oshib ketish kerak emas ekan tarkibida. Bizda ham shunaqa normalar belgilanganmi? Hozirda bu qanchalik nazorat qilinadi? Bizda ham bor. Misol uchun mana erta bahorda juda ko'p eshitamiz. Tarvuzdan nima deydi? Zaharlandi degan juda terminlar erta bahorda ko'payib ketadi. Bunga sabab dehqon nima qiladi?
ertaroq bir kun bo'lsa ham ertaroq hosil yetishtirish uchun to'g'ri agrotexnik tadbirlar, u qo'shimcha misol ilitilgan yerda yoki issiqxonalarda plyonka bilan himoya qilib yetishtiradi. Lekin bundan tashqari tezroq o'stirish, tezroq hosil olish uchun qo'shimcha oziqani ko'proq berib yuborishadi. Tarkibida esa o'sha azotli o'g'itni ko'p bergandan keyin tarkibida nitrat miqdori to'planib qoladi. O'simlik hammasini o'zlashtira olmaydi. Endi hamma joyda hozir mavjud emas, uni o'zi karantin, boshqa tashkilot o'zi tashkilotlari bor nazoratga olishgan, lekin ba'zi holatda uchrab turibdi bu. Tarkibidagi o'sha nitratni ko'payib ketishi. Bu inson salomatligiga ta'siri yomon ta'siri yuqori. Bunaqangi laboratoriyalarimiz o'sha boshqa tarkibidagi o'sha pestitsidlar, boshqalarni ham aniqlaydigan bizlarda laboratoriyalarimiz bor hozir. O'zi normada qanday bo'lishi kerak? Norma u hamma o'simlikda bir xil bo'lmaydi. O'simlikning turiga qarab hammasi har xil. Misol uchun karom o'simliklarda nitrat miqdori 400-500 gacha mumkin bo'lgan me'yor. Boshqa o'simliklarda boshqacha. Bu talabi hammasidan har xil bo'ladi. Bir xil hisoblanmaydi. Bu albatta bu juda ham o'rinli savol, bugungi kunda dolzarb savol desak ham bo'ladi. Bilasizmi, bizda O'zbekiston bozorida rastada sotilayotgan mahsulotlarning albatta har bittasining sertifikati bo'ladi. Bu rastaga qo'yishdan oldin karantin xulosasi bor, bu karantindan o'tiladi. Har bitta olib kelingan sabzavot bo'ladimi, meva bo'ladimi, bu karantin laboratoriyasidan o'tgandan keyin ular yeyishga yaroqli degan sertifikat beradi. Albatta bizda aholimiz masalan so'rashi mumkin, bemalol sotayotgan rastadan buni xulosasi bormi yo laboratoriya xulosasi bormi degan paytda berish mumkin. Endi masalan shunaqa uchraydi, bozorlarda masalan yo yo'lda yoqasida yo boshqada sotgan paytda balkim unda bo'lmasligi mumkin, chunki ustozimiz to'g'ri aytayapti, mahsulotni tezroq yetishtirish birinchi navbatga qo'yadi, ular tezroq bo'lsin, tezroq pul bo'ladigan paytga chiqsin deb me'yordan ko'p o'g'itlarni, pestitsidlarni sepgandan keyin ekin o'ziga oladi. Uni hammasini ekin tashlaydi degan narsa yo'q. U ekinning tarkibida saqlanadi, mevani tarkibida bo'ladi. Qaysi masalan pestitsid sepgan bo'lsangiz yo boshqa sepgan bo'lsangiz, bular saqlanadi. Bu iste'molga masalan yaroqli bo'lmagan holatlar bo'ladi. Bunda karantin xulosasi bilan bular yo'q qilinadi. Bular ya'ni insonga yeyishga yaroqli hisoblanmaydi. Shuning uchun e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'p masalan marketlarda bugungi kunda har bittasini oldiga o'zini sertifikati yo bo'lmasa kodini qo'yib qo'yadi. Buni ko'rib olishingiz mumkin, demak sizga bemalol yeyishingiz, iste'mol qilishingiz mumkin. Bu xulosadan o'tgan. Bizda albatta bugungi kunda issiqxonada yetishtirilayotgan mahsulotlarimiz ko'pgina davlatlarga eksport bo'ladi. Bu nafaqat o'zingiz, balkim u bizdan tashqari katta miqdorda eksport bo'ladi. Buni tarkibiga juda qattiq qaraladi. Agar ularni talabidan o'tadigan bo'lsa, ular eksport bo'ladi. Albatta ularni talabiga mos bo'lmaydigan bo'lsa, u shuncha mahsulot kuyadi. Shuning uchun dehqonlarimiz ham iloji boricha harakat qiladiki, pestitsidlarni kamroq sepishga. Mana bilasizmi, biz dala maydonlarimizda agarda o'z vaqtida kurash choralarini qilib boradigan bo'lsak, mana bizda bugungi kunda eng ko'p masalan qariyb 5 yildan beri yaxshi ishlab kelayotgan narsa biologik kurash degan narsa bor. Bu laboratoriyada yetishtiradigan intapaklar, masalan entomologiya tilida aytganda o'zini hasharotlar orqali ularga zarar beradigan hasharotlarni yeyishi, masalan shunga qarshi ishlaydigan hasharotlarni ishlab chiqish ham bugungi kunda jadallik bilan rivojlanyapti. Bu nimani bildiradi? Bu albatta eng sifatli, shirin bo'lgan hosillar. Mana biz yetishtirayotgan dala maydonlaridagi pomidorlarni ko'p bugungi kunda eshityapmiz. Oldingi pomidorlarga o'xshagan hidi bor. Boya siz aytganingizdek suvlik darajasi, shirinlik darajasi. Oldin masalan bizda ko'pchilik yosh kattalar aytadi, pomidor yeganimizda suvi agar ko'ylagimizga tegadigan bo'lsa, qizil rangi qolib ketadi. Bugungi kunda shu jarayon bo'lyapti. Masalan, bu nimani yozdim? Bu albatta olimlarimiz bilan dehqonlarimizni maslahatlashib, ham nafas bo'lib yetishtirayotgandan bilinadi. Fermer urug' xarid qilayotganida nimalarga e'tibor berish kerak? Sertifikatni qayerdan tekshirishi mumkin? Ko'p dehqonlarimiz ana urug' olishda nima deydi, adashyapti. Adashganda qanaqa? Sifatsiz urug' olib qo'yyapti. Qariyb 1 yil
qilingan xarajati, mehnati samarasiz bo'lyapti-da. Endi birinchi o'rinda urug' olayotganda ishonchli bo'lgan. Ishonchli urug' yetishtiruvchimi yoki urug' bilan ishlaydigan bir tadbirkormi, ishonchli joydan. To'g'ri, bu sertifikat yoki boshqa me'yoriy hujjatlariga e'tibor berish kerak. Lekin o'sha tadbirkorlarimiz bor hozirgi kunda oddiy misol urug'larni olib yoki oddiy navlarni olib xorijdan kirib kelayotgan, ayniqsa xorijdan kirib kelayotgan navlar yoki duragaylar, o'sha duragaylarni pakovkasiga hattoki o'sha urug'lar ichiga solib ham nima qilishyapti? O'sha dehqonlarga sotishmoqda-da. Bu uchrab turibdi. Birinchi yilda misol uchun katta miqdorda urug' olib, katta miqdorda ekmas kerak-da. Qachon ishonchli kafolatlangan yoki sertifikatlangan urug' bo'lsa, o'shanda katta miqdorda olib ekish tavsiya qilinadi. Kimdir molini sotadi, kimdir bor pulini yig'adida urug' oladi-da. Bu urug'da juda ham katta narsa bor. Endi masalan, ko'rmagan narsangizga gumon qilish qiyin, shuning uchun bizda mana mutaxassislar tomonidan fikr beriladigan narsalar bor. Bular oddiy fikrlar. Birinchi navbatda oladigan urug'ni katta partiyada olmasdan turib, undan ma'lum bir foizini deb, ma'lum bir qismini olib, buni sinovdan o'tkazish mumkin. Masalan, uni masalan dehqon aytishi mumkin, men olishim kerak, ekishim kerak. 5 kun, 6 kun hech narsani belgilab bermaydi. Masalan, dehqon oldinroq shu urug'dan olib, namuna olib, ya'ni oladigan joyidan masalan 1000 dona urug'mi, 500 dona urug'mi olib, uni uy sharoitida o'ndirib ko'rgan holatda o'zi birinchi jarayonda o'nishni jarayonida o'zi urug' sifatini aytadi. Bizda mana gibridlarni masalan olib ko'radigan bo'lsangiz, masalan ular talabiga mos keladi. Ularga yozib qo'yibdi. Olgan urug'ingizni ekkaningizdan keyin 5 kundan 10 kungacha ko'karib bo'ladi degan narsa. Bularni biz oddiy holatda to'proqqa ekmasdan turib olingan urug'ni masalan oziqali suvga solib 2 kun 3 kunda nishlashini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni nishlash deganda biz unuvchanligini. Agar unuvchanligi har bitta narsada urug'da shunaqa narsa, agar unuvchanligi yaxshi bo'lsa, uni hosil ham albatta yaxshi bo'ladi. Agar siz olib kelgan urug'ingizdan misol 1000 dona bo'ladigan bo'lsa, undan atiga 5 kunning ichida 10 tasi, 20 tasi masalan nishlash davrida bo'ladigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan masalan urug'ni unuvchanligi pastligini bildiradi. Bunda ham mutaxassis baribir fikri kerak bo'ladi. Chunki to'g'ri masalan hozir ustozimiz to'g'ri aytdilar, masalan dehqon 1 yil umrini tikadi dalaga. Va 1 yil tikkan jarayonini 1 oyda hosilni sotib daromad qilish kerak. U yana ekolmaydi, chunki mavsum o'tgan hisoblanadi. Shu mavsumda to'g'ri navmi, duragaymi tanlab ekilsa va boya aytganimizdek urug' olayotgan paytda urug'chilik kompaniyalarining masalan sertifikati bor. Ularni yaroqlik muddati bor. Ularning qaysi partiyada kelganligi bor. Na olib kelingan urug'lar registratsiya bo'lgan raqamlari bor. Bularni kiritib, yo'masa masalan ishonchli bo'lgan kompaniyalarni tanlab olishda masalan aytishim mumkin, ko'pchilik dehqon qanday bilaman ishonchligini. Albatta uni dokumentidan masalan olib kelgan masalan karantin xulososi bor unda. Chunki har bitta jarayondan o'tgan bo'ladi, uni ko'rib ham olsa yaxshi bo'ladi. Biz urug'chilik yo'nalishiga urg'u bermayapmiz. Agar urug'chilik yo'nalishini rivojlantirsak, bu urug'chilik masalan sohasini ilm bilan, ya'ni seleksioner olimlar bilan qattiq ishlab yaxshi navlar chiqarsa, biz bunaqa savol bo'lmaydi. Chunki dehqonga siz bilasizki, qanaqa hosil berib turganligini. Men bekorga aytmadim, agarda seleksioner bilan dehqonni bog'lasa, ya'ni urug'ni yetishtirgan odamni o'zi bilan bog'lasa, bu urug'ini ko'rib kelgan bunga javob bera oladi. Chunki dehqon yutqizmaydi. Agarda albatta, chunki o'zi yetishtirgan urug'. Masalan 10 yillar, 15 yil, 20 yil ketadi bir navni ustida ishlash uchun. Uni biladi-ku egasi qanaqaligini. Shuning uchun biz ko'p aytamizki, seleksioner bilan hamjihatlikda ishlab, agar seleksionerda fikri, seleksioner tavsiya urug'i bilan dehqon biladiki, yarim ishi, ya'ni 50% ishini o'zi shu joyda o'zi yaxshi bo'lganligini. Shuning uchun biz tavsiya qilardikki, urug' tanlashda albatta mutaxassis fikri kerak. Bugungi kunda oddiy tomorqa bo'ladimi
aholi tomorqasi bo'ladimi, fermer xo'jaliklar bo'ladimi, albatta mutaxassislar fikriga tayanib urug' olib ekiladigan bo'lsa, men o'ylayman yuqorida aytganimizdek yaxshi hosil oladi. O'zi umuman O'zbekistonda urug' savdosini nazorat qiluvchi organlar bormi? Ochiq aytish kerak, hozirgi kunda ayniqsa mana issiqxonalarimizda ekilayotgan sabzavotlarning 90-95% xorijdan kirib kelayotgan o'sha urug'larga bog'lanib qolgan. Buni orqasida o'rtacha 1 kilogramm urug'ni misol qilib keltiradigan bo'lsak, $1000 hattoki $2000-3000 ba'zi bir ekinlar qimmat urug'lar bor. 1 kilogrammi o'sha xorijga chiqib ketyapti, kuzatilyapti. Xorijga chiqib ketyapti. Bularni oldini olish uchun o'zimizda misol uchun deyarli hamma sabzavot ekinlari misolida aytadigan bo'lsak, mahalliy navlarimiz ko'p. Bizlarda urug'chilik tizimi yo'lga qo'yilgani yo'q hali. Urug'chilik tizimi bor. Masalan, paxta yoki g'alla ekinlarida urug'chilik tizimi juda yaxshi rivojlangan. Bizlarda o'sha yetarli darajada paxtaning urug'ini topishingiz mumkin, bug'doydan urug'ini topishingiz mumkin. Lekin sabzavot ekinlarining urug'larini nima deydi, yetarli darajada, ishonchli darajada topolmay qolishimiz mumkin. Katta miqdorda olmoqchi bo'lsak. Har qanday dehqonlar yoki fermerlarimiz endi o'zi masalan doimiy ravishda mavsumlarga qarab erta bahorda misol uchun karom ekin ekish mumkin. Hamma nima dehqonni o'zining ekiniga qarabdi. Karom ekish mumkin. Takroriga misol uchun tuproq iqlim sharoiti to'g'ri keladigan bo'lsa kartoshka ekish mumkin. Yoki 90 bosiga sarimsoq, piyoz ekish mumkin yoki ko'kat ekinlari ekish mumkin. O'sha doimiy ekadigan ekinlar yoki ko'kat ekadigan ko'p yillar mobaynida ko'kat ekadigan dehqonlarimiz ham bordi. Bu dehqonlar o'zlari katta miqdorda ayniqsa ekiladigan maydonlarda o'zlari urug'chiligini qilsa bo'ladi. Birinchi o'rinda ishonchli, ya'ni tuproq iqlim sharoitimizga mos bo'lgan navlarni tanlab olib, hatto hech bo'lmaganda o'ziga yetarli bo'lgan urug'larni yetishtirsa, maqsaddan muvaffaq bo'ladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda mahalliy seleksiya uchun qancha mablag' ajratilyapti? Shu haqda ayta olamizmi? Yetarlimi? Bugungi kunda mahalliy seleksiya uchun ajratilayotgan mablag'lar o'zi mahalliy seleksiya qilinyaptimi degan jarayon ham bo'ladi-da. Mahalliy seleksiyalar o'zi amalga oshyaptimi degan narsa. Mahalliy seleksiyalarni oshirish bu talabga qarab boradi. Mana bizda talab qaysiga yuqori desa, masalan bizda qovun bo'lsa, qovun seleksiyasi bilan juda kuchli ishlanadi. Masalan, qovoq bo'lsa qovoqnik, pomidor bo'lsa pomidornik. Chunki bizda bugungi kunda bari albatta ajratayotgan mablag'lar hali kamlik qiladi seleksiya uchun. Hali masalan ayniqsa sizga fakt bilan uni summasini men keltirib bera olmasligim mumkin, lekin qilinayotgan jarayonlar bilan vaqt talab qiladi, mehnat talab qiladi. Albatta hammasi negizida pul yotadi. Oddiy misol biz ko'rishimiz mumkin. BNB Holding qo'shida masalan biz pomidor hamda shirin bulg'or qalampirlarni urug'chiligi bilan shug'ullanayotgan bo'lsak, bizda 15 dan oshiq namunalari bor. Hatto masalan yil davomida ketiladigan masalan bizda qariyb 7 milliardga yaqin pul ajratilgan. Bu mahalliy seleksiya desangiz bo'ladi. Oddiy misol bizda BNB Holding kompaniyasida ajratilgan summa bu 7,5 milliard summa. Bu kichkina summa emas. Albatta hali bu urug'lar ertaga qanaqa natija beradi? Bu sinalayotgan navlar ertaga chiqadimi degan joyi ham bo'ladi. Mana ustozimiz aytganda, hali tanlovdan o'tadimi? Lekin uni ko'rmasdan turib shuncha pul ajratadi. Nimaga? Biz aytdikki, masalan, ondan oshiq seleksiyani olimlar fikri kerak. Albatta bularning hammasi moliyaviy tomonga borib taqiladi. Bularning jarayonida eng yaxshi nav ajralib chiqadi. Bu mahalliy seleksiyalar uchun men o'ylayman, albatta bunga katta mablag'lar jalb qilinadi. Bu jarayon endi har bitta viloyatlarda o'zi ishini olib boradi. Hozirgi innovatsiya vazirligi, masalan, oliy ta'lim innovatsiya vazirligida loyihalar e'lon qilinadi. Buning ichida hamma sohalar bo'yicha, qishloq xo'jaligi bo'yicha, seleksiya bo'yicha ham loyihalar e'lon qilinadi. Seleksiyada misol uchun bitta navni yaratish uchun o'rtacha 4-5 yil, 6 yil
balkim 10 yillar vaqt ketishi mumkin ekin turiga qarabdi. 1 yillik ekin bo'lsa 1 yilda natijasini oladi. 2 yillik ekin bo'ladigan bo'lsa 2-chi yilda natijasini oladi. Nimada esa innovatsiya vazirligi umuman loyihalar e'lon qilinganda 2 yillik yoki 3 yillik. Olimlar 3 yilda navda yaratishga ulgurmay qolishyapti. Ochig'ini aytish kerak. Albatta. Mablag' ajratilyapti. Balkim yetarlidir, balkim yetmas, lekin vaqt yetmay qolyapti. 2 yilda navda yaratish juda ham ahvol. Qiyin. Yoki 3 yilda bir yaxshi, sifatli hosil beradigan erta pishar yoki hosillar navda yaratish uchun kamida 3-4 yil vaqt berib, bir yaxshi jamoani yig'ib, yetarli mablag'ni bersa, keyin olimlar o'sha xorijdagi duragaylarni qolishmaydigan, hattoki duragaylarni ham yaratish nimasiga ega, salohiyatiga ega olimlarimiz bor. Unga yillar mobaynida pul ajratib, misol uchun yiliga millionlab pul ajratib, bitta duragay yaratib, uni ishlab chiqarishga joriy qilish, balkim bu ham to'g'ridir. Tayyor duragayni sotib olishyapti, tayyor duragayni ishlab chiqarishga joriy qilinish. Mablag' mening nazarimda ayniqsa mana sabzavot ekinlarini turlari juda ham ko'pdi. O'zi dunyo bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, sabzavot ekinlari 1200 dan oshiq sabzavot turi bor. Bularning ichida 600 ga yaqini madaniy ekin. Madaniy ekin, ya'ni iste'mol qilinadigan sabzavot ekinlari. Yurtimizda yetishtirilayotgan sabzavot ekinlarining bor yo'g'i 40 dan 50 gacha, shunday sanasak 50 tasini yurtimizda yetishtirilyapti. 50 tasi bor o'rtacha. Ya'ni sabzavot turlari. Bu bitta turni olib kelib, misol uchun respublikamizda, yurtimizda bitta turni olib kelib, uni moslashtirib, uni mahalliy navini yaratib, dehqonlarga tanishtirib, ishlab chiqarishga uni chiqarganicha iste'mol madaniyatini shakllantirib, umuman iste'mol qilish yo'llarini o'rganib, o'sha jarayon umuman kirib, mana shu hududga qishloq xo'jaligida umuman tarmog'iga kirguncha bitta ekin o'rtacha 15 yil, 20 yil vaqt ketadi. Mana misol qilib aytaman. Bundan 10 yil oldin brokoli karamid esa aholimiz, umuman insonlar juda ko'pi tanimasdi. 10 yil oldin. Yoki gulkaram desak 20 yil oldin hattoki dehqonlarimiz ham tanimagan ko'klar. 20 yil mana bugunga kelib gulkaram respublikamizda butun hududlarda yetishtirilyapti. Yoki brokoli karam butun respublikamiz chekka-chekka hududlarigacha kirib bordi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Buni mahalliy navlarni yaratishimiz kerak. Mahalliy navni yaratish olimlarimiz, mutaxassislarimiz yetarli. Bunga yillar mobaynida mehnat qilish kerak. Buni ustida ish olib borish uchun mablag' kerak. Olim buni yaratib berishi ham mumkin. Seleksionerlar yaratib ham berishi mumkin. Lekin olimlar uni urug'chiligini yo'lga qo'yilmaydi. Urug'chilikda ham katta mablag' talab qilinadi. Olimning qo'lida ozginagina seleksioner olimlar barchasida original urug'i bo'ladi. 1 kilogramm, yarim kilogramm yoki 2 kilo, 5 kilo, boringir 10 kilogramm urug'i bo'ladi. Bu respublikaga yetmaydi-yu. Buni urug'chilik bilan shug'ullanadigan xo'jaliklar yoki davlat tomonidan qanaqadir e'tibor berib, buni nima qilishimiz kerak? Mablag' ajratib, urug'larni rivojlantirishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak. Original urug'dan super elita qilishimiz kerak. Super elitadan elita qilishimiz kerak. Keyin elita urug'lardan birinchi reproduksiya ishlab chiqarishga ketadi, ikkinchi reproduksiya ishlab chiqarishga, uchinchi reproduksiya ishlab chiqarishga biz urug'ni yetkazib bersak, o'shanda dehqonlarimiz urug'chilik masalalari bo'yicha qiynalishmaydi yoki xorijda urug'larga bog'lanib qolishmaydi. Bundan tashqari xorijga chiqib ketayotgan mana shu urug' va yuqorida aytdim, 1 kilogramm misol qilib keltiraman. Bitta karam urug'i misolni keltiraylik. Misol gulkaram yoki brokoli karamda bitta pochkasi 10 gram. Ichida 4000 dona urug' bordi. O'rtacha bir pochkasi
$20 dan $30 sotilyapti hozir. 10 gram bo'lsa, 10 tasi 100 gram bo'ladimi? 10 tasi 100 gram bo'lsa, $20 dan $200 bo'ladimi? 100 grami. Kilogramga aylantirsak, $1000 pul mablag', ya'ni AQSh dollarida mablag' nima qiladi? Respublikadan 1 kilogram urug' uchun chiqib ketyapti. Bularda o'sha mablag'ni valyutani saqlab qolish uchun mana bu urug'chilikni seleksiyaga nima qilishimiz kerak? Davlat tomonidan e'tibor berib, bularga mablag' ajratilsa, bizlarda yetarli mutaxassislarimiz bor, salohiyatga ega bo'lgan, navini ham yaratib berishadi, hattoki urug'chiligini ham yo'lga qo'yib bera oladi. Hammasini yetarli darajada kerak bo'lsa yetishtirib ham bera oladi. O'zi umuman mahalliy urug'chilar bilan faol hamkorlik qilayotgan fermerlarimiz bormi? Shularga misollar keltira olamizmi? Fermerlar juda ko'p. Misol uchun mahalliy urug'chi. Mahalliy bor. Misol mana Jizzaxda yoki Xorazmda fermer yoki dehqonlar, tomorqa yer egalari deylik, tomorqa yer egalari qovun tarvuz ekishadi. Asosan o'zidan chiqqan urug'ni o'zi ekadi. Sotib olishmaydi ular. Urug'chiligini ham o'zi qilishadi. Asosan poliz ekinlari deb. Poliz ekinlari ham yoki o'zimizda xorijdan kirib kelgan qovun tarvuz deyarli yo'q bizda, ochiq dalada ayolsa. O'zimizning respublikamizda mahalliy, ya'ni tadbirkorlarimiz tomonidan urug'larni yetishtirib beradi, katta miqdorda kerak bo'lsa, yoki dehqonlarimiz o'zlari yetishtiryapti urug'ini ham. Boya yuqorida aytganimdek, yaxshi navlarda, yaxshi chiqqan qovunlarni, urug'larni o'zlari ajratib olishadi. Arzon, lekin sifatsiz urug'lar fermerni qanchaga tushirishi mumkin? Endi buni Zararga kiritishi. albatta buni zarari juda katta hisoblayman. Agarda sifatsiz urug' ekilsa, dehqonimizda ancha pul, ya'ni biz hisoblaganmiz 1 gektar maydondan o'rtacha 100 million daromad qiladigan bo'lsa, bu 100 million daromadga 1 gektardan tushiradi. Bu degani o'zi 100 million zararda degan. Bugungi kunda dehqon xo'jaliklarimiz mana ko'pchilikda oddiy pomidorni oladigan bo'lsak, pomidor ekib ko'pchilik aytadi zarar qildim, bu hasharot yeb ketdi yo boshqa deydi. Bularni hammasida masalan nima deydi, tavakkal ish qilish. Ya'ni aniq to'xtamga kelmasdan ish qilish mana shu holatga keltiradi. Biz bilishimiz kerakki, dehqon xo'jaliklarimizda, aholi tomorqalarimizda ekilayotgan mahsulotning sifati va ertangi kunda uning daromadi. Bugungi kunda biz aytishimiz mumkin, mana 1 gektar maydonimizga o'rtacha agrotexnikasi bilan kimyoviy choralarni agar hisoblaydigan bo'lsangiz, 35 million 40 million so'm tashkil qiladi. Bu aniq fakt. Kamida shuncha pulni sarflaydi bu ochiq dala maydonlarida. O'zi siz agarda 1000 so'mdan masalan mahsulot sotadigan bo'lsangiz, 40 tonna mahsulot olishingiz kerak. Hali sizda bu xarajatingiz, masalan urug' xarajatingiz bor, har bitta qilinadigan texnikaning xarajati bor, yoqilg'i xarajati bor, buni o'g'itlash xarajatingiz bor, o'g'itni o'zining xarajati bor. Bundan tashqari kurash choralari, terim jarayoni, uni sotish jarayoni har bittasini hisoblab chiqish kerak-da. Shuning uchun dehqon bilish kerakki, ekilayotgan narsasini sifatiga juda qattiq e'tibor berishi. Agarda mahalliy nav bo'ladimi, gibrid bo'ladimi, ularni ekishdan oldin uni ertangi kunda hosili bilan qiziqib ko'rish kerak. Qancha hosil oladi, qancha sota olaman. Shu holatda agar mutaxassis fikri yo bo'lmasa yaxshi fermerlarimiz, yaxshi dehqonlarimizni fikrini o'rgansa ham yaxshi hosil oladi. Mevali ekinlar misolini aytmoqchi. Tasavvur qiling, sabzavot ekini 1 yilda hosil beradi. Uni natijasini ko'ramiz. Yaxshi chiqadi yoki yomon chiqadi. Mevali ekinlarimiz bir necha yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil albatta kutiladi. 5 yildan keyin noto'g'ri nav tanlanganligini bilsa fermer, tasavvur qiling, 5 yilga xarajat. Yiliga 30-35 million xarajat qilgan bo'lsa, 5 ga ko'paytirib yuborasiz buni. Shunaqa. O'sha ayniqsa o'sha daraxtlar, mevali daraxtlar navlarni tanlashda juda ham nima e'tibor berishimiz kerak. Ishonchli joyda sertifikatlangan, hujjatlashtirilgan navlarni olib ekishni tavsiya beramiz. Mana shu ko'chatchilik sohasida ham bugungi kunda sabzavot ko'chatlarini ham bugunda payvandlash masalan juda ham
masalan ommaviy masalan ko'payyapti. Undan tashqari biz ko'rishimiz mumkin, mana bog'dorchilik sohasida ham in vitro laboratoriyadan chiqqan bog'dorlik ko'chatlar. Ya'ni sog'lom ko'chatlar deb yuritiladi. Xalq tilida sog'lom va juda ham sog'lom ko'chatlar hisoblanadi, chunki ular hech qanaqa bakteriya kasalliklarga tushmagan, yo'lmasa ertangi kunda o'zini holatini yo'qotmaydigan sifatli ko'chatlar hisoblanadi. Mana bizda bugungi kunda bilasizmi, urug'chilik sohasidan masalan payvand qilinadi. Payvand o'zi nima? Payvand ildizi baquvvat bo'lgan ekinga masalan qo'shimcha yondosh payvand qilish mumkin. Masalan bizda ko'p uchraydi, masalan qovoqqa bodringni payvand qiladi. Qovoqni bilamizki, yer tanlamaydi. Sho'r joylarimizda, sho'r top joylarimizda masalan mexaniki sal og'irroq bo'lgan to'proqlarimizda zo'r rivojlanadi. Masalan har bitta dehqonimiz biladi, qovoqni dalaning chetiga ekib qo'yadi. Ya'ni ishlov berilmaydigan, oziqa berilmaydigan, oddiy ekindan chiqadigan suv bilan oziqlanadi. Shu holatlarda bugungi kunda bu haqida bizda olimlarimiz fikr yuritgan. Bu holatda mana ko'rishingiz mumkin, qovoqqa bodringni payvand qilgan bugungi kunda ko'p dehqonlarimiz yuqori hosil olyapti. Bunda innovatsion texnologiya bari yondashish kerak. Albatta bu mutaxassis fikridan kelib chiqib, shunda yaxshi hosil olinadi. Fermer urug'chilik bilan shug'ullanayotganda unga qandaydir subsidiyalar, kredit yoki moliyaviy boshqa qo'llab-quvvatlash dasturlari hozirda bormi? Endi urug'chilik sohasida yo'q hali. Bog'dorchilik sohasida bor. Har bitta ekilgan daraxt uchun subsidiyalar bor. Bu ekkan ekiningizga qarab, masalan deylik bir ekiningizga 10 ming so'mdan 20 ming so'mgacha subsidiyalar qaytadi. Endi sabzavot ekadigan joylaringizga yerlarga subsidiya bor. Ya'ni siz agar tomchilash orqali bugungi kunda lalamikor joyda bo'ladimi, suvni tejovchi vositalardan foydalansangiz, albatta bunga subsidiya qaytadi. Lekin bugungi sabzavot ekinlari uchun subsidiyalar deyarli yo'q. Bu albatta yana bir tomoni bor. Sho'r top joylarda, ya'ni qishloq xo'jaligidan ajralib qolgan joy, o'zlashtirilayotgan joylarda ekilgan bo'lsa, yerga ajratilgan subsidiyalar bor. Sug'orish, ya'ni texnologiyalariga e'tibor berilgan holatda o'sha tomchilatib sug'orish yoki yomg'irlatib sug'orish, boshqa usullardan foydalangan holatda sug'orish jarayonlarida o'sha fermer xo'jaliklar, tomorqa yer egalari mana shu texnologiyalardan foydalanganda qo'shimcha o'sha davlat tomonidan subsidiyalar bor. Bundan tashqari o'sha sug'orish jarayonlarida qo'shimcha motorlarni ishga solishda quyosh energiyasidan foydalanadigan, demak quyosh batarekalaridan foydalanish jarayonlarida ham o'sha kreditga olish jarayonida ham umuman davlat tomonidan bir qancha imkoniyatlar berilgan bularga. Imtiyozlar berilgan. Ayniqsa quyosh batarekalarini o'rnatib, quyosh nimasida paneldan foydalanib, elektr ishlab chiqarib, o'sha suv ishlab chiqarib, yashil energiya tomchilatib o'rnatishga, suvni yetkazib berishdagi o'sha uskunalarga ketadigan energiyaga subsidiyalar ko'plab davlatimiz tomonidan imkoniyatlar berilgan hozirgi kunda. Yana biroz orqaga qaytsak, urug' sotib oldik deylik. Urug'ni to'g'ri saqlash qanchalik muhim? Buni noto'g'ri saqlash qanchalik eng muhim hisoblanadi. Eng muhimi urug'ni saqlashda eng muhim taraflardan bittasi urug'ni nima deydi, tarkibidagi namlikka e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni urug'ni saqlashdan oldin tarkibidagi namlik me'yoriga kelgan bo'lishi kerak, ya'ni quritilish kerak. Soya salqinroq joyda, ya'ni sabzavot urug'lari bo'ladigan bo'lsa, salqinroq joyda quritib olinishi kerak. Yaxshi qurigan bo'lsa, keyin urug'ni saqlash jarayonida ko'plab, ya'ni fumigatsiya, dorilar bilan ishlov berib saqlasak, urug'dagi qanaqadir zararli lichinkalar bo'ladigan bo'lsa, zararlamaydi. O'sha lichinkalarga qarshi kimyoviy ishlov berilgan holatda, ya'ni katta miqdordagi urug'lar olinadigan bo'lsa, o'sha fermerlar tomonidan mana urug' yetishtiradigan fermerlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kimyoviy vositalar bilan ishlov berib, keyin uni maxsus matolarda, ya'ni havo o'tkazadigan matolarda, maxsus xonalarda harorati o'rtacha +4-5 bo'lganda, namligi me'yorda bo'lib, o'sha urug' turiga qarab, ekin turiga qarab maxsus xonalarda saqlash tavsiya qilinadi. Bundan tashqari ekin urug'lari
umuman o'zi unumchanligi ba'zi bir urug'lar bor, bir yilda unumchanligi pasayib boshlaydi. Misol uchun unumchanlik deganda nima? 100 dona urug' saqladingiz, bir yildan keyin uni 60 tasi yoki 50 tasi ko'kardi. 2 yildan keyin 30 tasi ko'kardi, 3 yildan keyin 10 tasi ko'karadi. 3 yil, 4-yili unumchanlik yo'qolib qoladi. Ba'zi bir urug'lar bor, 10 yil saqlasangiz ham unumchanligi saqlanib turadi. Yoki 8 yil, 10 yil saqlanadi. 100 ta urug'dan misol qilib aytyapman, tushunarli qilib 100 ta urug'dan 8 yildan keyin ekib ko'rsangiz 95 tasi o'nishi mumkin. Unumchanligi saqlab turadi. Birinchi o'rinda urug'ni nima po'stloq, qalin nima deydi, qoplab turadigan po'stiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni qalin, yupqaligiga qarab, masalan, salat ekinlari bo'ladigan bo'lsa, po'sti yupqa, ya'ni tarkibiga ham bog'liq. Urug'ni yupqa bo'ladigan bo'lsa, salat ekinlari ayniqsa 1 yil, 2 yilda unumchanlik juda ham pasayib ketib qoladi. Qovoq urug'lari, ya'ni po'sti qalin yoki yana nima idish qovoq deymiz biz. Idish qovoqda urug'ni dehqonlarimiz ko'rganlar biladi. Idish qovoq urug'larini hattoki ya'ni misol qilib aytadigan bo'lsak, tarixga bog'lab aytadigan bo'lsak, ya'ni qazilma ishlarini olib borganda arxeologlar o'sha g'orlarda topilganda o'sha urug'lar. G'orlarda harorat, namlik me'yorida urug'ni qobig'i mustahkam. 100 yillab, 200 yillab hattoki o'sha g'orlardan urug'lar olib kelib ekib ko'rishganda unumchanlik yo'qolmagan. Demoqchimanki, urug'ni saqlayotganda to'g'ri kelgan joyga urug'ni ilib qo'yib yoki sandiqqa solib qo'yib bo'lmaydi. Maxsus nima haroratda, maxsus namlikda imkoni bo'lsa, kimyoviy ishlov berilgan holatda havo o'tkazadigan matolarda nima solib saqlash tavsiya qilinadi. Neft potensialini ochish uchun esa qanday agrotexnik tadbirlardan foydalanish kerak? Misollar bilan keltirsak. Endi hozir navni maksimal darajada hosil olish bo'yicha ketyapti-da, tushunishim bo'yicha. Mana hozir aytdi, innovatsion texnologiyalardan foydalanishimiz kerak. Dehqonlarimiz ham misol uchun mana qovoqni bodringga payvand qilish. Sobirjon hozir aytdi. Payvand qilmasdan yetishtirsak ham bo'ladi. Payvand qilmasdan yetishtirsak, bodringdan gektariga 10-15 tonna, boriga 20 tonna hosil olishimiz mumkin. Payvand qiladigan bo'lsak, hosildorlik kamida 30% ga oshadi. Bodringning birinchidan hosildorligi ham oshadi. 20 tonna hosil beradigan bodring kuchayyapti endi. Sog'lom, baquvvat ildiz bo'lgandan keyin hosildorligiga ta'siri bor. Vegetasiya darajasi, yashovchanligi uzayadi. Misol 1 oy emas, 1,5 oyga cho'ziladigan bo'lsa, ya'ni o'suv davri 1 oy mobaynida 3 marta tergan bo'lsa, 45 kun mobaynida 4 marta terish mumkin. Yana 1 marta terim ko'payyapti. Har bitta terim 5 tonna yoki 10 tonna gektariga misol keltiradigan bo'lsak, bitta terimda o'zi 10 tonna hosil oshyapti. Mana bu misollar mana payvandlash texnologiyasi mana oddiy qilib aytganda. Yana bir texnologiya bor. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish natijasida endi bodringni shpallerga olib, ya'ni ochiq dalada bizlar nima qilamiz? Yerga yotqizib o'stiramiz, to'g'rimi? Palaklarni yotqizib o'stiramiz. Uni tik holatda o'stiradigan bo'lsak, birinchidan yotqizib o'stirsak, gektarda ko'chatlar misol 22 ming, 25 ming sig'adigan bo'lsa, tik holatga keltirganimizdan keyin bir-biriga yaqinlashadimi ko'chatlar? Yaqinlashish natijasida gektarda ko'chatimiz 50 mingta, 2 barobarga ko'payyapti. Undan ham ko'payishi mumkin. 50 mingta ko'chatdan har bittasidan 1 kilogramdan hosil olsin, o'rtacha 50 tonnaga oshyapti. 22 ming ko'chat siqqanda 1 tonnadan olsa 22 tonna. Birga bir nima bo'lyapti? Hosil oshyapti. Tik holatda o'sish natijasida birinchidan hosil oshyapti. Tik holatda turganda shamol aylanishi yaxshi bo'ladi. Hosil sifati oshyapti. Bodring bilasiz, juda ham kasalga nima deydi?
chalinish moyilligi kuchli. Tik holatda bo'lganda shamol aylanish bo'lgandagi hasharot kasallikka chalinishi 50% gacha kamayadi. Va agar bizlar yuqorida aytganda hadeb kimyoviy vositalarni ishlab berish kamayadi. Sifatli, ya'ni ekologik toza mahsulot yetishtirishga yo'llardan bittasi hisoblanadi. Mana shu qissa qilib aytganda mana shunga o'xshagan ya'ni yangi texnologiya yoki innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holatda bizlar o'sha sabzavot mahsulotlarini ham hosildorligini oshirishimiz mumkin hamda sifatini oshirishimiz mumkin. Hozirgi kunda muhim bozor talabi o'sha sifatiga bo'lyapti. O'sha sifatini oshirishimiz mumkin. Albatta bu innovatsion texnologiyada qilish degan jarayonda ustozim to'g'ri aytyapti, hosil albatta oshishi kerak, chunki mutaxassis fikrdan kelib chiqiladi bu ham. Biz mana bugungi kunda hosildorlikni oshirishni sifatida mana yangilik, masalan innovatsion texnologiya asosida qilingan masalan gidrogel degan polimer moddalar bor. Ya'ni bu nima qilib beradi deganda, bu pomidorni ildizida namlikni me'yorlashtirib beradi. Ya'ni issiq havoda ham pomidorni ildiz sistemasida yetarli darajada namlik bo'lishining evaziga hosil oshadi. Bu biz bilamizki, bugungi kunda ekilayotgan maydonlarimizga bir vaqtda o'zida 1 gektar maydon bo'ladimi, 10 gektar bilan birdan sug'ora olmaysiz. Chunki sizni suvingiz, kelayotgan suvingiz shu bir qismiga yetadi. Chunki u katta suv olib kelishingiz uchun katta masalan kanal bo'lishi kerak, boshqa bo'lishi kerak. Uni siz qilib bera olmagingiz uchun bari xohlasangiz ham birdaniga sug'ora olmaysiz. Siz agar bu boshdan qo'yadigan bo'lsangiz, u boshiga chiqqancha 1 kun, 2 kun ketadi. Gidrogel polimer moddasini qo'llaganingizda uni tagidagi namlik to'liq saqlanib turadi. Ya'ni siz suv qo'yguningizcha bo'lgan jarayonda chanqab ketmaydi. Shuning evaziga hosildorlik keskin ravishda oshadi. Bu texnologiyalarni qo'llashimiz mumkin. Mana biz mana ustozim aytganday yangi innovatsion texnologiyalar, masalan bizda olimlarda ko'p masalan texnologiyalar bor, o'zlarini amaliyotida sinab kelyapti bugungi kunda. Ularni agar qo'llab bu nafaqat bog'dorchilikda, sabzavotchilikda, mevachilikda, masalan bu polizchilikda buni qiladigan bo'lsa, albatta o'z hosili oshadi. Albatta biz bitta narsaga o'rganib qolganmiz. Mahalliy nuri deganda chirigan nurini tasavvur qilmaydi-da. Ko'pchilik shunday nurini olib kelib og'izdiradi. Ham buni ziyoni, ham foydasi bor. Chunki bekorga aytilmagan, olib kelingan mahalliy oziqalar chirigan bo'lishi shart. Chunki uning tarkibida zararli bo'lgan narsalar yo'q bo'lishi kerak. Bu holatlarda ham masalan hosildorlik oshadi. Hosildorlik oshadigan omillar ko'p, faqat buni mutaxassis fikrdan kelib chiqqan holatda qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. So'nggi savolim yakunlovchi, aynan tajribalar bilan bo'lishsak, qanday Markaziy Osiyo iqlimiga mos tushadigan qaysi davlatlar tajribalari hozirgi kunda o'rganilyapti qo'llash uchun? Endi bu hamma davlatning tajribasi bizga mos kelaveradi degani emas. Birinchi o'rinda ekinning turiga bog'liq. Ekinning turidan kelib chiqib, o'sha ekin birinchi o'rinda bizni tuproq iqlim sharoitimizga mosmi yo'qmi? O'shani. Mana meva ekinga bog'lab aytadigan bo'lsak, sitrus mevalar bor. Sitrus mevalarimiz masalan mandarin deyishimiz mumkin yoki boshqa bu ko'plab davlatlarda, janubiy davlatlarimizda ochiq dalada yetishtiriladi. Chanaqangi issiqxona kerak emas, chanaqangi himoyalangan yer inshoot kerak emas. Bizni tuproqlik iqlim sharoitimizga maxsus issiqxona kerak. Maxsus mikroiqlimda bizlar qilib bermasak, limon, umuman shunga o'xshagan sitrus mevalari ko'plab boshqa turlari ham bor. Ulardan hosil ham ola olmaymiz, yetishtira olmaymiz ham. Ularda ochiq dalada yetishtirilayotgan texnologiyasini bizga olib kelib, ekinda olib kelib qo'llaganimizning natijasi yo'q. Bizni tuproq iqlim sharoitimiz nima bo'ldi? Mos emas, to'g'ri kelmaydi u ekinga. Shuning uchun birinchi o'rinda bizni tuproq iqlim sharoitimizga to'g'ri keladigan ekinni bizlar misol qilib aytadigan bo'lsam, o'sha issiqqa talab bo'lgan ekinlar. Bizni yurtimiz quyoshli yurt. Hamma fasl o'z vaqtida nima qish, yoz hammasi bor. Ekinlar bizni nima deydi?
ekvator chizig'i deyilgan bo'lsa, o'sha bitta chiziqdagi davlatlardan keltirilgan ekinlar bizni tuproq iqlim sharoitimizga ko'proq tushadi. Shimoldan olib kelgan yoki janubdan olib kelgan sitrus mevalarni biz olib kelib turib nima ishlab chiqarishga bemalol joriy qila olmaymiz. Biz qo'shimcha ishlov berishimiz kerak, himoyalangan yer qilishimiz kerak yoki boshqa qo'shimcha agrotexnik tadbirlarni amalga oshirmasak, undan hech qanday hosil ola olmaymiz. Albatta bu ustozimiz to'g'ri aytyapti. Masalan, bizda birinchi navbatda 4 faslimiz bor. Chunki 4 faslimiz o'ziga yarasha o'zini vaqtida, o'zini jarayonini amalga oshiradi. Bahorimiz yog'ingarchilik bo'ladigan bo'lsa, yozimiz juda ham issiq hisoblanadi. Shuning uchun biz olib kelinayotgan navlar, urug'lar albatta bizning iqlim sharoitimizdan kelib chiqilmoqda. Masalan, bugungi kunda ko'p navlar, masalan, duragaylar albatta birinchi navbatda shunisiga qaraladi. Masalan, uni vegetatsiya davri bor, pishish vaqti deydi. O'zining davlatida shunday holatlar bo'lgan, masalan 120 kun bo'lsa, bizda 60 kunda tayyor bo'lgan. Bu iqlim sharoitidan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Masalan, bizda yetishtirilgan sabzavot masalan 100 kunda bo'lsa, borgan paytda ularda masalan 200 kunda bo'lsa ham borgan joylar nimaga? Ularda sovuq bo'lishi mumkin. Iqlim sharoitiga moslashuvchanlik bor. Shuning uchun bizda mutaxassislar tomonidan u to'liq o'rganiladi. Mana karantin xulosasi bekorga berilmaydi. Olib kelinayotgan navlar o'rganiladi. Bizda O'zbekiston sharoitida karantinni alohida o'zini birga ishlaydigan ilmiy tadqiqot universitetlari bor. Ularga namuna tariqasida 1 yil, 2 yil, 3 yilgacha ekilib, natija bergandan keyin albatta bizga ekiladi. Shunga qarab belgilanadi. Ulug'bek aka, Sobir aka, bugungi suhbat uchun sizga tashakkur aytaman. O'ylaymanki, sizning bevosita bergan bilimlaringiz, tajribalaringiz boshlang'ich fermerlarimizga tayyor ko'nikma sifatida, dasturiy amal sifatida xizmat qiladi degan umiddaman. Rahmat, salomat. Rahmat.